Assalomu alaykum azizlar. Bemorimiz 37 yoshdalar. Bemorimiz Xorazm viloyatidan kelganlar. Zohida opa qanaqasiz? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Bu klinikani qayerdan ko'rib keldingiz? Bu amaliyotni aynan qanday qaror qildingiz o'zingizga qilaman deb? Instagramda ko'p kuzatganman. Sizni nimalaringizni, profilingizni, Amrullo Shodiyevichni profillarini ko'p kuzatganman. Keyin qaror qilib sizga yozganman. 6 oycha, 7 oycha burun yozdim. 2 oy qaror qildim, yana to'xtab qoldim. Keyin yana operatsiya bo'lganlarni ko'rdim. Yana oxiri keldim. Shu sizga, Amrullo Shodiyevichga ishonib, ya'ni Azamxo'jani varis sizga. O'zim ishonib topshirdim. Shu amaliyotdan oldin kirayotgan paytda siz nimani his qildingiz? Aynan qo'rquv bo'ldimi sizga, yo'qmi? Endi men faqat narkozdan qo'rqdim, boshqa hech nimadan qo'rqmadim. U ham yomon bo'lmadi. Narkoz qanaqa bo'ldi? O'zingiz ayting qanday? Yo'q, bilmay ham qoldim. Operatsiya bo'lganimni faqat uxlab turgandek bo'ldim. Keyin shu o'zi operatsiya bo'lgan nimalarni ko'rgandan keyin men sizga ishonib keldim. Sizlarga shunday bo'lib natijani kutgandim. Hech bo'lmasa 10 yilga yosharaman deb kelgandim. Yo'q, undan ham ko'proq natija oldim. Amaliyotdan keyin qanaqa bo'ldi? Reabilitatsiya og'riq bo'ldimi, yo'qmi? Endi yo'q, og'riq bo'lmadi. Endi baribir operatsiyadan keyin qanaqa his qildingiz o'zingizni? Og'riq bo'lmasa ham endi operatsiyani sal yoqimsiz nimasi bo'ldi. O'sha haftadan keyin o'tib ketdi. Hozir necha kun bo'ldi rezultatga? 15 kun. Aynan 15 kunlik rezultat sizga yoqdimi? Shunisidan yoqdi. Yoqdi. Bundan ham shunaqa bo'ladi deb kutgandingizmi? To'g'risi, oldin boshida kutmagandim, keyin sekin-sekin o'zgarish bo'lgandan keyin shunday xursand bo'lyapman. Hali yana vaqt o'tishi bilan undan ham o'zgarishimga umid qilyapman. Albatta. Hali bu 15 kunlik rezultat. Albatta. Endi qiladigan opa-singillarimizga nima maslahat berasiz? Qo'rqmasdan operatsiya qildirsinlar. Endi oldinga qaraganda o'zim to'g'risi chustsangiz ham yaxshi bo'lar ekanda, o'zingizni yosh his qilar ekansiz odam yuzga qarab. Klinikamizni servisi sizga yoqdimi? Medsestralari, qizlari, vrachlari. To'g'risi, u uchun yurakdan aytaman. Vrachlaridan tutib, sanitariyalaridan hammasi yaxshi xizmat qilar ekanlar. Hammasiga mingdan-ming rahmat. To'g'risi, bunday klinikaga hali anchadan beri o'sha klinikalarda yotganman. Nima qilmagandim. Hammasiga rahmat. Rahmat sizga. Albatta bu 15 kunlik rezultat opajon, xudo xolasa 1 oylik rezultat, 3 oylik rezultat, 6 oylik rezultatni ham hali ko'rasiz. Sizga rahmat. Sizga asobiy, Amrullo Shodiyevichga asobiy rahmat. Mingdan-ming rahmat. Rahmat sizga.